bitta knopka bilan 20 ming so'm topadigan bo'lsangiz sizga tekinga ko'rsatib qo'yaman. Buni 10x mini degan yoki tracker miniga tanishlarga tezda jo'natib qo'yaverasiz. Masli datchik yog'ini almashtiradigan, yonib qoladigan ошибкani arzimagan knopka bilan o'chirishni man sizlarga ko'rsataman. Juda ko'pchilik bilmas ekan buni. Kommentariyaga kirib arzimagan narsa-ku shuni ham ko'rsataman desammi deydiganlar uchun mana shuni o'chirish uchun hozir kelib, o'chirib berishimni so'rashyapti. Men endi pul so'ramayman, lekin 20 ming so'm beraman deyishyapti. Hop, sizlarga ko'rsataman. Hop. Menyu bo'limida informatsiya bo'limiga to'lasizlar. Mana shu o'ng taraf tarog'ida ruchkani pastga tushirganlaringda maslni foizli chiqadi. Ko'ringlar mana. 4% bo'lib topdi. Assadga sirok служба masla deyapti. Buni endi o'rtada xuddi shunaqa knopkasi bor ekanlar. Bosib tursanglar. Da yoki net. Rostdan ham zibroz qilasanmi degan savol chiqyapti. Tepaga yopib turib bitta okeyni bosib qo'yasizlar. Okey ham aynan mana shu knopkada bo'ladi. Va 100% bo'lib qoladi. Agar siz ham ma'lumotimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yasiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan ham qiziq ma'lumotlarni berib boramiz. Agar sizda ham shunaqa foiz yonib qolayotgan bo'lsa, aynan ko'rsatganimizga arzimagan knopka bilan o'ynab olishingiz mumkin. Hammaga rahmat.